Ideal Kreativ Studio. Bugun butun oilamiz uchun quvonchli va muhim kun. Qarindoshlar, do'stlar, qo'ni-qo'shnilar, xullas hamma yaqin insonlarimiz bugun shu davraga jamlanishgan. Shu fursatdan foydalanib, biz uchun eng qadrli bo'lgan insonimizga ichimizdagi eng samimiy gaplarimizni hozir hammaning oldida aytmoqchimiz. Ya'ni onajonimizga. Mehri daryo, qalbi gulzor, samimiyligi cheksiz, beg'ubor onajonim. Yaxshiyam baxtimizga siz borsiz onajon. Yuzimizdagi tabassum, qalbimizdagi xotirjamlikning yagona sababchisi sizsiz. Sizning mehrli nigohlaringizni ko'rishimizning o'zi bizni dunyodagi eng baxtli inson bo'lishimizga kifoya qiladi. Ba'zan hayron qolamiz. Alloh ona va farzandlar o'rtasini qandayin bir rishta bilan bog'laganki, bunday sof, bunday samimiy munosabatni boshqa hech bir joydan topib bo'lmaydi. Onajon, shu kungacha biz uchun qancha harakat qildingiz? Biz uchun yelib yugurdingiz. Sizlarni to'ylaringizni ko'rsam derdingiz. Mana onajon, o'sha kun ham yetib keldi. Bilamiz, siz bugun hammadan ham ko'proq xursandsiz. Inshaalloh bundan buyog'iga hech zahmat kechmaysiz. Otajon, onajon, boshimizdan nelar o'tmadi. Yaxshi kunni ham, yomon kunni ham ko'rdik. Yaxshi kunda shukr, yomon kunda sabr qilib yashash kerakligini o'zingiz o'rnak bo'lib bizlarga o'rgatdingiz. Sizlar bizga shunday ota-ona bo'ldingizki, hatto shu kungacha boshqalarning ota-onasiga qarab, bizni ham shunday ota-onamiz bo'lsaydi deb havas qilishlikka biz o'zimizda ehtiyoj topmadik. Otajon, onajon, endi bundan buyog'iga sizlar faqat bizni duo qilib, bizlarni rohatimizni ko'rib o'tirsangiz bo'ldi. Nima qilish kerak bo'lsa, mana biz o'zimiz qilamiz. Sizlarning yuzingizdagi tabassumni ko'rish uchun biz jonimizni berishga ham tayyormiz. Bir narsani unutmangki, biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Muhabbatingiz tarixini biz bilan yarating. Qarsak bosim davramizdan katta rahmat. Ideal Kreativ Video studiyasiga tashakkurimizni izhor etamiz. Mana shunday dil izhorlari, ko'ngildagi orzu istaklari ota-onamiz uchun, baxtimizga omon bo'lsin.